Baraka olmaymi aka? Nimaga aytingda? Har doim tushib kelayotgansizda, bu safar shaxsan bugun Chorvador Oybek tavsiya qiladi. Qo'ylarni narxi xudo xolasa albatta sizlarga yoqadigan qilib, zo'r bo'y basti qanaqa aka? 80 pilsga olsan 85 ham bor. 80 mini kilolari 60 bilan 70 ta o'rtasida. 70 ustida bosadigani ham bor. 4,5 milliondan dastlabkasini qilib beraman. 4,5 milliondan. 4,5 milliondan. Loz. Qaytish yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, qo'ydi zo'rlarini arzon narxlarda shu bugun olib, shu bugunni foydaga kiradigan variantini qidiryapsizmi? Inshaalloh shu bugun shunaqa variantlardan, zo'rlardan, sifatlilaridan, mashalloh deydiganlardan, xudo xolasa qo'yiladi, udaridan, tosh tarozisini yoradiganidan xudo xolasa bugun chiqarib beramiz. Assalomu alaykum. Chorvador Oybek YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelayotgan aka-ukalar, opa-singillar, kanalimiz mehmonlari. Biz bugun 2026-yilning 3-fevral haftaning seshanba kunida Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, Olchin qishlog'ida o'sha har doimgi kanalimizda eng arzon savdogari bo'lib ulgurgan Elyorbek akamning qo'y fermalariga keldik. Assalomu alaykum. Elyorbek aka, sizmisiz? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana qo'ylarni xudo xolasa zo'rlardan olib keldik. Sizlarga ma'qul keladi degan umiddamiz. Xudo xolasa. Oybejon bir qator qo'ylarni ko'rsatasiz uka. Bo'y bastilarni kilogrammlargacha xudo xolasa inshaalloh taroziga teng qilib sotishga harakat qilamiz. Muhimi bugun narxlar portlaydi, bomba bo'ladi. Sensatsiya. Har doimgidek arzon qo'yasiz. Arzon qo'yamiz. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, mana qo'ylarni bir qator ko'rsatamiz. Bir qator ko'ringlar, aloqaga chiqinglar. Muhimi inshaalloh bugun arzon narxlarda zo'r qo'ylar chiqadi. Xonadoningizda bo'ladi. Muhimi ekrandagi nomerga aloqaga shoshilavering. 24 ga 7 xizmatdalar. Telegram, WhatsApp, emaillar xudo xolasa bor musofirdagi aka-ukalarimiz uchun. Xo'p, Elyorbek aka, soni necha bosh aka? Oybejon soni 15 bosh deydi. Soni 15 bosh, ha? Xudo xolasa. Yemoq, ichmoq, sog'lik, salomatligiga bir hafta kafolati bor, xudo xolasa. Soni 15 bosh. Dastavkasi qaygacha bo'ladi, xudo xolasa? Vodiy bo'ylab besplat, Toshkentgacha besplatni Oybejon. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatni. Inshaalloh Samarqanddanmi, Xorazmdanmi kuzatayotgan aka-ukalarimiz, obunachilarimiz ham telefon qilsa ishlari bitadi, xudo xolasa. Xohlasa inshaalloh. Gap yo'q aka. Kelishilgan narxda 50 ming so'm, 100 ming so'm aqabaqa inshaalloh zo'r qo'yiladi. Xarid qilishingiz mumkin akalar. Tavsiya qilamiz bemalol. Shaxsan bugun Chorvador Oybek tavsiya qiladi. Qo'ylarni narxi xudo xolasa albatta sizlarga yoqadigan qilib zo'r narxda chiqarib berishga harakat qilamiz. Muhimi olib baraka topadigan variantdan tavsiya qilamiz, xudo xolasa akalar. Xo'p, Elyorbek aka. Xo'p, bular bo'y basti qanaqa aka? 80 pilsga olsan 85 ham bor. 80 pilsga olsan 1 santim rol o'ynamaydi. To'ppa-to'g'ri 80 pilsga olishaveradi. Akalar, vaqtimiz ozgina muammorog'ida, shuning uchun videodan oldin o'lchadik. Video davomida vaqtda yutqizmaslik uchun. Xo'p, to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz, xudo xolasa. Aka, taxminiy kilogramlari qancha chiqayapti? Oybejon. Xo'p aka. Bular taxminiy kilolari 60 bilan 70 ta o'rtasida. 70 ta ustida bosadigani ham bor. 60-70 kilo o'rtasidagi taxminiy kilolar, xudo xolasa, ha? Yaxshi, joningiz sog' bo'lsin, barakasini bersin. Aka, bu qo'ylarning narxini nima deymiz, xudo xolasa, aka? Elyorbek aka. Bular narxini bozorda 5 million, 5,5 million, 5 million 600 sotishyapti. Bizda unaqa narx yo'q. To'ppa-to'g'ri. Bekarga aytmadim-ku, kanalimizda eng arzonchi insonsiz deb. Bugun men narxlarni, xudo xolasa sindiraman. Hop. 5 million 200 mingdan hop, dastavkasini qilib beraman. Toshkentga. Joningiz sog' bo'lsin. 5 million 200 mingdan. Bir joyga olganga. Bir joyga olganga. Bitta olgangachi. 100 ming 200 ming plus minus Oybejon. Joningiz sog' bo'lsin. Baraka olmaymi aka? Nimaga aytingda? Har doim tushib kelayotgansizda, bu safar ham tushmasangiz bo'lmaydi, ko'ngil joyiga tushmaydi. Obunachalarim uchun men talashmasam kim talashadi aka? Aytdim o'tgan safar. Nasib qilsa obunachalarim uchun yotib olib talashadi degan bloger xudo xolasa men bo'laman inshaalloh. Bo'ldi, Oybejon, telefon qilsin. Hop. Inshaalloh ishlarni bitirib beraman. Gap yo'q aka. Qanchaga bitirasiz buni? Kamicha aka 5 million 200 mingdan. Oybejon, bo'lsa siz obunachilaringizga bo'lsin 5 million 100 mingdan dastavkasini Toshkentga chaqirib beraman. 5 million 100 mingdan. 5 million 100 mingdan ketaveradi. Hammasini bir joyga olganga. Martmisiz aka? Martqa Oybejon. Martmisiz? Bitta tusholasizmi yana bitta? Oybejon. Yo'q aka. Loz. Hop. 5 milliondan dastavkasini qilib beraman. Joningiz sog' bo'lsin akalar mana. 5 million so'mdan. Xudo xolasa 60-65 kilogramlar qo'chqorlar. Xudo xolasa. Muhimi, xudo xolasa, yana bitta so'rab ko'ramizda akamizdan, xudo xolasa. Oybejon. Aka. Qo'lga bering.
Ha, 5 million zonar. bilib turibman. Zonar. Bozorda 5 millionga olishsin. Ha. Agar shu mana qo'ydi 5 million 200 ga agar bermasa bozorda, men Aha. beraman 5 millionga shuni. Joningiz sog' olsin. Aka, mart keldingiz a? Obunachiligimizga tushyapsiz a, xudo xolasa. Xohlasa, Bitta dangal yana bitta. ishlayapman men. Hey gap, yana bitta dangalmisiz? Dangalma. Dangal bo'lsangiz bitta tushuncha aka. Maydalab o'tiraman, 50 so'm qilib yurib o'tirmang. Dangal bitta tushunchi. Oybejon. Ho'p aka. 4 million 900 mingdan Aha. dastavkasini qilib beraman Toshkentgacha. Joningiz sog' bo'lsin. Ey gap yo'q. Obunachilar 4 million 900 ming so'mdan. Xo'p, Elyorbek aka, buni ichidan bitta yarimta tanlab olaman deganga nima qilamiz aka? Oybejon 100 ming 200 ming plus minusi bor Oybejon. 100 ming 200 ming so'm plus minusi bor. Shuni ham aytib qo'yaylik oldin. Bo'ldi aka. Obunachilar, xudo xolasa tanlab olishga 5 million 200 ming. Bu akalar mana xudo xolasa tanlab olishga 100 ming 200 ming plus minus. Oybejon. Xo'p aka. Bular ichida 5,5 millionliklari ham bor. Ha. 5 million 300 liklari ham bor. To'g'ri. Xo'p. Shuning uchun qo'yg'u suyug'ini Ha. olsin 4 million 900 mingdan dastavkasini qilib beraman. Dastavkasi qilib beriladi. Xudo Endi 100 xolasa. ming 200 ming plus minus deyapmiz-ku. Aha. Mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Buning ichida 5,5 million bor. Shuni hisobiga 100 ming 200 ming plus minusini aytyapman. Gap yo'q, yaxshi. Aka, mana shu aynan to'xtang. Mana shu aynan oqni so'rasa, oqni ishqibozlari ham bor-da, xudo xolasa. Oybejon, Ho'p aka. aynan shu oqni agar olaman desin, Aha. 5 million 100 mingga dastavkasini qilib beraman. 5 million 100 ming so'mga dastavkasi, xudo xolasa. Ko'ring Oybejon. Mana shu dastavkasi bo'lmasa, aka Samarqandgacha qilamiz, xudo xolasa, aka. Bo'laveradimi? Oybejon, telefon qilsin, Aha. ishlarni bitiramiz. He, joningiz sog' bo'lsin, gap yo'q. Xo'p, akalar. Soni 15 bosh dedingizmi? 15 bosh. Soni 15 bosh 4 million 900 ming so'mdan. Xudo xolasa, olgan ham, sotgan ham baraka topadigan variantlar. Aka, tanlab olishga pilisi bo'ldi. Pilisi bor joyda minusi bo'ladi. Minusini nima qilamiz aka? Qilib beraman Oybejon. Qancha qilib berasiz? Oybejon, Xo'p aka. buning ichidan Hop. 4 dona chiqarib beraman. 4,5 milliondan dastavkasini qilib beraman. 4,5 million. 4,5 million. Loz. Qaytish yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Like, Gap. podpiska bossin. Aha. Yana ham ozroq qilib beraman. Aynan Chorvador Oybekdan telefon qilyapmiz Telefon deb qilsa- obuna bo'lishgani ko'rsatsa nima qilasiz? Tushib beraman Oybejon. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, xudo xolasa soni 15 bosh. Bemalol tavsiya qilaveramiz. Yaxshi narsalar. Xudo xolasa yemini yeb turgan eti bor ekan, qurbonlikka zo'r yetiladigan variantlardan. Tavsiya qilamiz. Telefon qilgani shoshilinglar. Inshaalloh ishlaring bitadi. Yuzimiz sizlarga ham, bizniki ham xudo xolasa hammamiz yuzimiz yorug' bo'ladi. Bemalol tavsiya qilaveramiz akalar. Ko'ngilga yoqqan bo'lsa, jiz degan bo'lsa, telefon qilgani shoshilaveringlar. 24:7 xudo xolasa xizmatlaringda Elyorbek ham bo'lurlar. Akalar, sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.